Qovunchiliklar bormi? Bo'lsanglar bitta like bosib olinglar, mana qiymalarni qarang, qo'ttaligini. Ketadi-yu, jigar. Mana yoqsiz jazlarni qarang. Hozir buni dastlabki qilib jo'natib yuboramiz. Mana iftorlik vaqtiga yeymiz deyishdi, mazza qilib yeyishsin. Shu yoqsizni qo'yamiz. Atrofiga ikkita qiymani ham qo'yamiz-da. O'rtasiga bitta qiymani qo'yib, nonni bosib olamiz, jigar, mana qarang. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi ham mazza qilib yeyishlik. Hozir falgamizda tugab qopti. Paketga solib bo'lsa ham jo'natib yuboramiz. Falgaga jo'natib yubordik bolalarni. O'zimiz ikkita dona shashlik solmaymiz. Eng kamida 5 ta shashlikni falgaga solib jo'natib yuboramiz, chunki u ham pul turadi. Jigarlar negativli bo'lmasin. Bitta like bosib olinglar, bosmagan bo'lsanglar, mana qarang shashlikni. O'zi ham ketadi-yu, mazza qiladigan joyi bu. Xo'jonim, fabrikalarimizni olib oling. Piyozni отдельно qilib berish kerak. Sovasi piyoz. Sho'tga qilib soling, men kuzini o'zim bosib olaman. O'zimga yotdi o'zi. Soldik. Endi buni jo'natib yuborsak bo'ldi. Jigar, bu yoqda qanaqa shashlik pishyapti? Bu yoqda mana brend Mana qarang, aka. Nima deyapti bu? O'zi ham hozir bormi? Shunaqa ishlar ham ochyapti, o'zi og'iz, o'zi ham mazza qiladigan joyi. Jigarlar, hammalarni Sardor kafesida kutib qolamiz. Manzil Agrobank orqasi Sardor kafesi. Mana bu yoqda.